Bu yangilik ko'pchilikni xavotirga solmoqda. O'zbekistonda go'sht narxi yana ko'tarilmoqda. O'tgan yili mol va qo'y go'shti narxi keskin ko'tarildi va bu holat aholining kundalik xarajatlariga jiddiy ta'sir ko'rsatdi. Hozir ham bu jarayon to'xtamadi. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, 2025-yilda go'sht narxlarining o'sishi umumiy inflyatsiya darajasidan bir necha barobar yuqori bo'lgan. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, go'sht eng tez o'sadigan mahsulotlardan biriga aylandi. Shu bilan birga mahalliy go'sht ishlab chiqarish sur'ati sekinlasha boshladi. Import hajmi esa aksincha keskin oshdi. Natijada bozorda talab va taklif o'rtasidagi muvozanat buzildi va bu holat narxlarga yanada kuchliroq bosim o'tkazdi. 2026-yil yanvar oyida narxlarning o'sishi davom etmoqda. Masalan, Toshkentning yirik bozorlarida so'nggi bir oy ichida mol va qo'y go'shti narxi yana oshdi. Xususan, qo'y go'shti narxining sezilarli darajada oshishi kuzatildi. Bu aholining xarid qobiliyatiga bevosita ta'sir qiladi. Mutaxassislar ogohlantirmoqda. Agar ishlab chiqarish hajmi oshirilmasa, chorvachilik sohasida samarali choralar ko'rilmasa va bozorda muvozanatga erishilmasa, go'sht narxiga bosim kelgusi oylarda ham saqlanib qolishi mumkin. Xulosa oddiy. Go'sht asosiy oziq-ovqat mahsulotidir. Uning narxining oshishi har bir oilaning byudjetiga ta'sir qiladi. Vaziyat diqqat bilan kuzatilmoqda. Asosiy savol qolmoqda. Kelgusi oylarda bozorda qanday o'zgarishlar bo'ladi?